Ko'ylaklar, hibalar. Juda qorong'i chiqib qolyapti-yu. Qorong'i chiqib qolyapti. Ish ko'ylakni yorug'roqqa ilaylik, juda ham chiroyli chiqibdi. Yorug'roqqa ilaylik. Yana ilinib qoldi. Qorong'ida juda qorong'i chiqib boryapti. Xullas shunaqa gaplar. Nech puldan opa? 70 ming, hammasi 70 mingdan, hammasi 70 ming so'mdan ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? 50 ekan razmeri. Ha, 50, 52, 54 ekan razmeri. Unalarchi? 70 ming? 70 ming, hammasi 70 mingdanmi? Hammasi 70 ming so'mdan ekan. Nomer qo'yaymi opa? Mana endi shapkachalardan ham chiqibdi. Egasi yo'q. Mariboro. Egasi yo'q. Ketdadan. Futbolka TV paslar. Nech puldan opa? Bular 40 mingdan. 40 ming so'm bular. Bular 100 mingga 3 tadan ekan. Bular 100 mingga 3 tadan ekan. Nomer qo'yakmi? Nechilik? 97lik 550 49 10 raqamiga aloqaga chiqinglar. Hibalar, turli tumanlar, toshlilar. Hibalar. Hava chiroylilardan ham chiqibdi, nima deysiz, zamonaviyroqlardan. Mana endi abaya fasonmidi bular, ha? Keyingi namunalari. Abaya fason. Buni kapalak fason. Kapalak fason, ha. Chiroyli materiallardan ham sekin ko'ylaklar chiqayotgan. Yangisi kam. O'zi omat. Hali 8 ming dollarga 10 kiloga. O'sha 5 kg aravaga Qulpinay rasmlar ekan. Hech puldan ekan narxlari. Bular pachka 70 ming 58 gacha razmer. Pachkaga 70 ming 58 ga chiqqan razmeri, katta razmer ekan. Katta 50 tikilgan ekan. Bular 40 mingdan. Bular 40 ming so'mdan. Bunisi 45 ming. Qaysi? 40 ming. O yuqorida 50 ming. Bu ikkitaliga 45 mingmi? Material yaxshi material-ku. Narxi 45 ming so'm ekan shu ro'paradagini. Material yaxshi. Velvet ekan. Keyin bularchi? Bular 40 mingdan. 40 ming so'm ekan bular. Katta razmer yaxshi. Necha chiqadi razmerlar ularga? Bular 54 gacha. 54 gacha ekan. Bularga 60 gacha chiqqan uzunlar. 60 gacha ekan bular narxi. Razmeri 60 gacha ekan, narxi 50 ming so'mdan ekan. Pachkaga albatta donaga ustiga minadi. Dona endi 5 ming qimmat. 5 ming qimmat bo'lar ekan donaga. Nomeringiz? 91lik 91lik 140 140 99 99 raqamiga aloqaga chiqinglar. Yana yangiliklar chiqadi. Yana yangiliklar keyingi bozorlar chiqadi deyapti. Onalar nech pul sotyapti? To'g'rida gullilar? Mana toshlarni ichiga turadi. Ko'rur. Rahmat, aytavering. Mana shular juda chiroyli chiqdi. Charchamayapsizmi aka? Yaxshimisiz? Ha, 75 ming pachka beryapmiz. Narxi 75 ming pachka ekan. Irodaxon yaxshimisiz? Xo'p, pachkaga 75 ming, donaga 80 ming. Donaga 80 ming so'm ekan, pachkaga 75 ming so'm ekan. Razmerichi? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan. Hibalarchi? Ha, katta ko'ylaklarimiz 55 ming pachkaga, Katta ko'ylaklar 55 ming pachka narxi. donaga 60. Donaga 60 ming so'm ekan. Razmer 54 dan 60 gacha. 54 dan 60 gacha ekan razmeri.
Ovog'i 65 mingdan pachkaga. 65 mingdan pachkaga. Bular ham xibimi bular? Ha, mollari xiba, unisi velvet. Bular xibi, narigilar velvet. Puli bir xil. Donaga 70 ming. Donaga 70 ming, pachkaga 65 ming. Aha, razmeri 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan razmeri. Telefon nomer 97lik 97lik 209 209 83 30. 83 33 raqamiga aloqaga chiqinglar akamiz kerak bo'lsa. Nimaga? Kilikkan savdo. Kilikka ham savdo bo'lar ekan, kiligi ham bor ekan. Yana bir akamizda xibi ko'ylaklar. Xibi sezon keldi, faqat havolar sovuq. Hali ham odamlar kurtkada. Ularga buni narxlar. Xibini narxi 3 xil ekan. Ha, birinchi mondan boshlaylik aka. Ha. 48 dan 58 gacha. 48 dan 58 gacha ekan razmeri, katta razmer, uzun. Katta o'yga o'xshagan. Katta uyga o'xshagan deyishyapti. Suvetlari bor. Har xil svetlar bor ekan. Narxi qancha? Hop, bunisi 110 ming olibdim. 110 ming so'm ekan optim narxi. Hop, keyin mana suvetlari bor. Aha, boshqa svetlar bor deyishyapti. Bular 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan ekan 50 dan 60 gacha razm. 50 dan 60 gacha ekan razmeri. Suvetlari bor. Yon cho'ntaklari bor ekan. Ha, Xibi. suvetlari bor bu ham. Boshqa svetlari ham bor ekan. 10 xilchasi bor. 10 xilcha svet bor ekan. Hop, keyin mana fasonimiz bu ham xil. Buni tevaga ilishmabdi, hozir ko'rsatyapti. Aha. Qancha? 40 mingdan. Narxi 40 ming so'm ekan, pachka narxi 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha ekan razmeri. 15 xil sveti bor. 15 xil sveti bor ekan. Aha, Monochi, alo. Bular naturalga. Bular Bular polda. yengillab ham qoldimi? 120 mingdan sotdik. Narxi 120 mingdan sotilibdi, hozir yengillab tugab qoldi deyishyapti. Katta ko'ylaklarimiz bor mana shu. Ha, katta ko'ylaklarni ob'yomda chiqarib beraveramiz deyishyapti. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 684 684 32. 32 raqamiga aloqaga chiqinglar. Optim nima bor? Optim sirop. Ha, buni 10 ni serob deyishyapti. Qancha olsang topib beraveramiz deyishyapti. Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamma viloyatlariga dastak qilib beradi. Albatta, ob'yomda olsalang, ko'proq olsalang, o'sha yo'l kirasi deydimi, o'sha ketkizgan vaqtiga arziydigan yuk olsalang hamma akalar dastavka qilib berishaveradi. Bizda ham kuryer xizmati mavjud. Aka sog' bo'ling.